Assalomu alaykum muhtaram Shavkat Miromonovich. Siz boshchiligingizda keyingi yillarda O'zbekistonimizda iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy sohalarda amalga oshirilayotgan islohotlarning ijobiy natijalarini tan olmasdan iloji yo'q. Ayniqsa joriy yilning 3-4 aprel kunlari tarixiy Samarqand shahrida Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo davlatlarining rahbarlarining sammiti bo'lib o'tishi yuqoridagi ishlarning yaqqol dalilidir. Ammo respublikamizda siz tomoningizdan demokratik islohotlar, ochiqlik siyosati olib borilayotgan bir vaqtda ayrim mutasaddi rahbarlarning sizning ta'biringiz bilan aytganda g'o'dayib qonunga amal qilmayotganliklari fuqarolarning haqli e'tiroziga sabab bo'lyapti. Siz tomoningizdan huquqni muhofaza qilish organlari rahbarlari bilan bo'lgan uchrashuvlarda ularga xalqning e'tirozlari bo'yicha bergan topshiriqlaringiz bajarilmasdan o'z holiga tashlab qo'yilmoqda. Bu o'z navbatida xalqning rahbariyatdan norozi bo'lishiga olib kelyapti. Men Bozor Muhiddin Xo'jamirolovich 1958-yilda Peshku tumani Buxoro viloyatida tug'ilganman. Ko'p yillar Peshku tumani hokimligi va boshqaruv organlarida ishlab kelganman. O'g'lim Bozor Muhammad Muhiddinovich 2019-yil iyundan 2023-yil dekabrgacha Peshku tuman soliq inspeksiyasida boshliq o'rinbosar lavozimida ishlagan. 2021-yil 4-martda Peshku tuman soliq inspeksiyasiga Kamolov Azamat degan shaxsning rahbar bo'lib kelgandan keyin mart oyida 1-kvartalning yakuni hamda oyning yakunigacha har qanday yo'l bilan bo'lmasin reja topshiriqni, soliq yig'ish bo'yicha reja topshiriqni bajarish bo'yicha o'zining birinchi o'rinbosari Fozilov Jo'rabekka topshiriq bergan. Fozilov Jo'rabek tumandagi Aksiyador tijorat xalq banki boshqaruvchisini Azamat Kamalovga olib kelib, tadbirkorlar orqali naqdlashtirish yo'li bilan rejani bajarishga kelishilgan. Va shundan keyin tadbirkor Shokir Mirxonovga qarashli Buxoro tumanida tashkil etilgan Buxoro ta'minot savdo MCJning 349 million so'm puli 2021-yil 18-mart kuni Peshku soliq inspeksiyasiga ko'chirib berilgan. Naqdlashtirib 8 oyga kamga olish maqsadida kelishilgan bo'ldi.